Assalomu alaykum hurmatli chorba ishqibozlari. Lutfulla Malik kanaliga yana xush kelibsizlar. Sizlar uchun yana o'rtoqlar arzon narxda ena bolamizni qo'yishni davom etyapmiz. Xafa bo'lmaysizlar, orada video chiqara olmayapmiz. Sababi o'rtoqlar xonadonimizdan, bizni YouTube kanalimizdan asosan olgan aka-uka birodarlarimiz bozordan arzon narxda bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasam qo'ymaymiz. To'g'ri tushunasizlar. Shunda orada uzilishlar paydo bo'lib qolyapti. Xo'p, gapni qisqa qilamiz. Ena bola ikkinchi tug'ish, bolasi xunajin. O'rtoqlar, bolasi nima deyapti? Aytinglarchi o'zlaring. Novvosdan chiroylimi deyaptimi? Bo'y-baslari kelishilgan, kichkina mol emas, suyagi ham yaxshigina. Xo'p, 120 dan oshiqroq. Mana mo'ljalimiz eng kam 120 chiqadi, lekin o'lchaganimiz yo'q. Mahsuloti nima deyapti o'rtoqlar? Mana o'zlaring aytinglarchi. Mahsulot. Bolasini qaranglar. Sizlar o'ylagan narxdan arzon aytsam, bitta like bosib yuborasizlar o'rtoqlar. Ikkinchi bolasi tishi 6 ta. Xo'p, bolasi xunajin o'rtoqlar. Yaxshi sigir bo'ladi inshaalloh. Aybi oriq, orig'i ko'ngli oriq deydi-yu. Xuddi shunday. Mana o'rtoqlar, mahsulot tomoni ham juda ham kelishadigan. Tog'lari joy-joyida. Bolasi ham yaxshi. Mol orqalardan, dishlardan hammasi yaxshi. Aybi oriqligi, bo'y basti kelishilgan, suyagi o'ta chiroyli, go'zal holatda, kichkina sigir emas. O'zlaring ko'rib o'tiribsizlar. Mana o'rtoqlar, bu tomonda ham aylantirib hamma yo'g'ini olamiz. Molni yaxshilik tomoni o'rtoqlar, o'ta ham sutga boy. Xo'p, bolasidan tashqari 6 litr, 7 litr sog'iladi. Mana o'rtoqlar, orqalari faqat aybi oriq. Jajani. Ko'rsat o'zingni bir. Mana o'rtoqlar, bolasi ham, enasi ham juda ham chiroyli holatda. Sog'inlari ham joy-joyida. Tepish-mepish yo'q. Juda ham yumshoq mana. O'rtoqlar. Shuni ushlasalaring o'zi chiqib ketyapti. Bolasini emdirib, xuddi shuna qilib oldiga bog'lab bemalol sog'orasizlar. Bolasidan tashqari o'rtoqlar 6 ta beraveradi. Aniq va konkret. Mol sinalgan, qo'limizdan o'tgan, sinovlab ishonchli bo'lib keyin qo'yapmiz o'rtoqlar. Narxini o'ylab ko'rdilaringmi? Necha pul? 20 million deymi? Lutfulla Malik kanalida hech qachon qimmat mol qo'yilmaydi. Eslaringdan chiqmasin. Bolasini ham ko'ringlar, bolasini o'rtoqlar. Bolasini hurmati yo'qmi? O'ta sutga to'ygan mana. Aylantirib oldi tomondan hammasini qo'ying deydigan akalarimizga. Bolasi ham o'ta go'zal holatda. Sutga to'ygan buzoqchalardan. Narxini aytdinglarmi? Qatta 20 million. O'rtoqlar, mana bolasini ham ko'ryapsizlar. Sog'inlari hammasi joy-joyida. Xo'p, ertalab sog'ilgan. Mana bugun obeddan keyin kechki payt salqin tushgan. Sog'iladigan payti. Bir mahalga 3 litrdan oshiq beryapti kechki payt, ertalab 4 litr. Aslida mol 7 litr sog'ib qolganini bolasiga berilayotgan mol. O'rtoqlar, agar bittasini bolasiga berib, 3tasini soqsalaring, mol 8 litr oshiqroq beradi, lekin Dehqon akamizning aytishlari bo'yicha faqat bolasiga ko'proq berganman, 5-6 litr sog'ib olganman xolos deganlar. Xo'p, gap qisqa qilamiz. Manzilimiz Namangan viloyati Chustumada. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. O'rtoqlar, narxini o'ylab ko'rdinglarmi? Aytdim-a, 20 million ham demaymiz deb. 19,5 tushib beramiz Lutfulla Malik kanalidan 19 million so'm. Qatdan 19 aytinglar. Qani bitta podpiskalar hali ham bosmadinglarmi? Shu kanalimni shunaqa arzon narxda hurmati yo'qmi? Chorva ishqibozlari 18,5 million so'm. Mani kanalimdan keling, 18 million so'm sanang, shuna mol olib ketaverasiz. Mol agar bozorda 18 million so'mga shu molni bersa, sizga 10 million so'mga berib yubormagan nomard. Bozorda 18 million so'mga berilmaydi bu mol. Sababi o'ta go'zal holatda, o'ta arzon narxda. Faqat aybi oriqroq. Shuna turishga Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, agar bozorda bo'ladigan bo'lsa, 20 milliondan oshiq.
25 million kam bor deb 22-23 ga olishingiz mumkin. Lekin qarang o'rtoqlar, orqa boshlari joyida. Sog'inlari hammasi joyida, go'zal holatda. G'ovdasi ham yaxshigina o'rtoqlar, anaqa kichkina pajaq sigirdan emas. Qaytarib aytyapman. Podpiska va like bosib jo'natib yuboringlar kanalimiz rivoji uchun. Biz xalq uchun qo'yamiz. 18 million so'm shuna sanaganga olib ketaveradi. Kami yo'q, bor deb o'tirmanglar. O'rtoqlar, enasini o'zini bozorda men o'zim primerni pichgan narxim 14 millionga oladi. Bolasini 7 million, 8 millionga oladigan buzoq. Faqat meni kanalimdan sog'ib ichadigan yaxshi akalarimiz uchun boqib foydalansinlar. Biz xursand. 18 million so'mga. Qani aytinglar, bormi mandaqasi? Qani menga shunaqa konkurent chiqadigan odam bormi? Shunaqa molni, shunaqa bolasini ham qaranglar, mana o'rtoqlar. Mana bolasi. Bolasi ham juda ham chiroyli holatda. Ayting, shunaqa narxda, shunaqa molni arzon narxda chiqaradigan bironta bloger yoki savdogar bo'lsa ham shuni sporlashga ketaveradi. Podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlagan xo'p, chorva ishqibozlari, kanalimiz a'zolari, Alloh rizqingizga, umringizga baraka bersin. Sizlar uchun Lutfulla Moli kanali arzonni qo'yishda davom etadi.